Chilonzordagi Rayhon milliy taomlarini juda ham ko'pchilik biladi. Shuni yonida ikki xona ikkinchi etajda joylashgan uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joyini bitta tushuntirib o'tamiz. Mana shu yerda taxminan 1 kilometr uzoqlikda Mazolobiy metrosi joylashgan. Bu tomonga esa Shuhrat Perikovskiy Chilonzor metroga ketiladi. Mana shu yerdan ozgina kirganimizda joylashgan uyni ko'rsatamiz. Uyimizni zalidamiz. Zali kengina, hamma narsasi bor ekan. Kiyimingiz bilan kelib yashasangiz bo'ladigan holatda juda ham ko'pchilik so'rayapti. Shunaqa ikki xona o'rtacha narxda bo'ladigan uylarni mana sizlar uchun. Bu spalni. Bunaqa uylar tez sotilib ketadi. Shoshilinglar. Podyezddan kirish eshik. Bu yoqda vanna. Bu yoqda esa alohida sanuzel. Saldan o'tganimizda kuxnya. Bu yoqda esa balkon. Bu uyimizni narxini 66.500 dollarga beramiz. Pastga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar.